Onam qayerdalar? Qayerda bo'lardi? Har doimgidek tovuqning bolasini o'marish bilan band. Yigit otasining haziliga jilmayib qo'ydi. Onasi uyning ortidagi tovuqxonada tuxum terayotgan ekan. Otasi hazil mutoyibani yoqtiradigan, hayotga nekbin yondashadigan odam edi. Onasi esa aksincha, doim jiddiy bo'lishga harakat qilar, o'z ta'biri bilan aytganda bir emas, ikkita, katta va kichik bolasini parvarish qilish mas'uliyatini zimmasiga olgan edi. Yigit nonni stolga qo'yib, tovuqxona tomonga o'tdi. Rostdan ham otasi aytganidek, onasi pohol savat ko'tarib tovuqxonadan chiqib kelardi. Savat yarmigacha oq va jigarrang tuxumlar bilan to'la edi. Onasi tuxum bosib yotgan tovuqlardan birining tagiga qo'lini uzatib, shunday dedi: "Faqat bittasini olaman. Qolganini bosib o'tiraver, tojdor xonim." Yigit onasining bu gapiga jilmaydi. "Tovuqqa sizchalik laqab qo'yadigan odam yo'qdi, oyi, qoyil." Ona o'g'liga o'girilmay tuxumni savatga solaverdi. "Yaxshi ko'raman-da, shuning uchun unga shunaqa laqab qo'yib olaman." Yigit kuldi. "Unda ba'zilarini yomon ko'rasizmi deyman-da." Ona o'g'lining sho'xligiga javob bermay, yastanib o'tirgan tovuqning yelkasidan silagancha so'radi: "Uni buni qo'y. Non bilan pomidor olib keldingmi?" "Non olib keldim, lekin pomidor..." Ona shundagina o'g'liga o'girilib qaradi. "Nima lekin? Bu muttaham xotin aynigan pomidorni almashtirib bermadimi?" Yigit onasining jahlini chiqarib yubormaslik uchun g'o'ldiradi. "Yo'q, u almashtirib bermoqchi edi. Keyin men o'zim shoshilib ketib qolibman. Hozir borib olib kelaman." "Qayerga borasan? Ko'kat bozor erta tugaydi-ku. Ertaga borasan endi." "Hali tugatmagandir, oyi. Yugurib borsam ulguraman." Onasi tovuqxona eshigidan chiqayotib sekingina dedi: "Yo'q, qo'yaver. Menga boshqa ishda qarash borgin." "Nima ish? Quduqdan suv olib kelishmi?" "Ha, lekin oldin o'tin qilib kelgin. O'tin tugay deb qolibdi." "Xo'p." Ona o'g'lining peshonasidan siladi. "Eshikni yop. Qizlarim qochib ketmasin." Yigit tovuqxonaning eshigini yopib kulib qo'ydi. "Sizdan qochib qayoqqa ham borardi, oyi. Bu oila juda kamtar hayot kechirardi." Yigitning ota-onasi butun umrining shu yolg'iz o'g'lini tarbiyalashga bag'ishlagan. Ikkovi uni yer va osmonga ishonmaydi. Yigit dunyoga kelib faqat shu kichkinagina uyini, dalani va bozorni ko'rgan xolos. Qishloqdan tashqariga chiqmagan. Qishloqdagi maktabda ham bir yilgina faqat 1-sinfda o'qigan. Chunki onasi uni maktabga yubormay, otasi ikkovimiz uyda o'qitamiz degan sababni so'raganlarga o'g'lining yomon bollariga aralashib tarbiyasi buzilishidan qo'rqishini aytgan. Yigit o'tin yoradigan boltasini oldi-da, uyni o'rab turgan bug'doy dalasini kesib o'tib, dalaning etagidagi boshlangan quyuq o'rmonga kirib ketdi. O'tinlikka yaraydigan bir daraxtni tanlab, unga bolta ura boshladi. Qurib qaqshab qolgan daraxt o'tkir boltaning kuchli zarbalariga uzoq bardosh bera olmay, g'alati ovoz chiqarib qulay boshladi. Yigit daraxtga oxirgi eng kuchli zarbani beraman deb boltasini boshi uzra baland ko'targan edi hamki, qulog'iga "Nega mendan qochib ketding?" degan jaranglagan ovoz chalindi. Yigit boltani ko'targan holida to'xtab, ovoz kelgan tarafga qaradi. Qarasa, bozorda uni orqasidan yurgan ayol qo'llarini chalishtirib, yelkalarini biroz uchirib, unga tikilib turibdi. Ayolning bo'ynida kumush zanjiri bor edi. Yigit zanjirning o'rtasiga tovlanib turgan yorqin toshni ko'rib, turgan joyida mixlanib qoldi. Ayol esa uning javobini ham kutib o'tirmay, birdan yugurib kelib, o'zini yigitning quchog'iga otdi. Yigitning qo'lidagi bolta chetroqqa uchib ketdi. Ikkovi bir-birini quchoqlagancha yerga quladi.
Yigit dovdirab yerda cho'zilib yotar, og'ir nafas olardi. Nihoyat ayol boshini uning ko'ksidan ko'tarib dedi: "Uzr usting." Ayol gapini tugatib ulgurmasdan hozirgina yigit turgan joyga qarsillab daraxt qulab tushdi. Ayol yigitning ko'zlariga tikilib, tugata olmagan gapini boshqatdan aytdi. Ustingga daraxt qulayotgan edi. Yigit hamon o'ziga kela olmas edi. Bir tomondan bir o'limdan qolganiga xursand bo'lsa, ikkinchi tomondan begona ayolning ustida yotganidan xijolat edi. Yo tavba, rahmat sizga, endi ustimdan tushing. Ayol o'rnidan turib kiyimlarini qoqdi. Yaxshimisan? Hech narsa qilmadimi? Yigit bir sakrab o'rnidan turib, kiyimiga yopishgan xas-xashaklarini qoqa boshladi. Bir o'limdan qoldim. Siz meni qutqarib qoldingiz. Ayol tabassum qildi. Hayotga munosabating menga yoqdi. Yerdan boltasini olayotgan yigit hayron bo'ldi. Qanaqa qarash? Eng yomon vaziyatlarda ham har narsaning yaxshi tarafini ko'rarkansan. Meni men to'g'rimda xulosa chiqara oladigan darajada yaxshi tanimaysiz-ku hali. Qalbing toza ekanini bilish uchun oylar, yillar shart emas. Shu ko'rganlarim yetarli. Kamyob misollardan ekansan. Yigit ayolning g'alati qarashlaridan shubhalandi. Gapni davom ettirmay, yiqilgan daraxtning katta shoxlarini butab, o'tin qila boshladi. Xonim esa kumush zanjirini ko'zini barmoqlari bilan o'ynab, uni birpas tomosha qilib turdi. So'ng so'radi: "O'tin tashishga qarashvoraymi?" Yigit bir talay o'tinni quchog'iga olib javob berdi: "Yo'q, rahmat. Qarashsam ko'proq o'tin bilan borasan-ku uyga." Yigit qo'lidagi bir quchoq o'tinni yerga tashlab yubordi-da, jahl bilan dedi: "Nima kerak o'zi sizga? Yig'ishtiring ayyorlikni. Ahmoq emasman. O'g'ri bo'lsangiz menda o'g'irlashga arziydigan pul yo'q. Siz bilan ko'ngilxushlik qilishga esa bekorchi vaqtim yo'q." Xonimning yuzidagi tabassum yo'qolib, ovozi jiddiylashdi. "Men sening pulingni o'g'irlamoqchi emasman." Yigit ko'ylagini yoqasini changallab baqirdi: "Kiyimimdan boshqa hech narsam yo'q. Mana oling-da jo'nang bu yerdan." Ayolning yuzida umidsizlik alomatlari paydo bo'ldi. Boshini quyi solib indamay qoldi. Yigit qizishib ketganini, yaxshi ish qilmaganini sezdi. Xotirjam ovozda tutilib uzr so'radi: "Meni kechirasiz. Aytgan gapim uchun uzr." Xonim ko'zini yerdan uzmay sekingina javob qaytardi: "Mayli, hech qisi yo'q. Uzr so'raydigan ish qilganing yo'q. Men xato qildim." Yigitning tabiati, dunyo qarashi uni ayolning gaplaridan xotirjam bo'lishga qo'ymadi. Qilgan ishidan xijolat bo'lib, ayolning oldiga yaqinlashdi. Uning ko'zlariga tikildi. "Iltimos, meni kechiring. Qilgan gunohimning yukini ko'tara olmayapman." Qizishib ketib, qattiq gapirib yubordim. Xonim boshini ko'tarib, yosh to'la ko'zlari bilan yigitga so'zsiz tikildi. Yigitning xavotiri battar oshdi. "Ey Xudoyim, nima qilib qo'ydim-a?" Yigit nima qilishni bilmay, xonimning yengidan mahkam ushlab, uni o'rmon ichkarisiga yetakladi. Ayol ham qarshilik ko'rsatmay uning ortidan ketaverdi. Ikkovi rang-barang mevalar bilan burkangan kattakon tut daraxtining tagiga kelib to'xtashdi. Yigit xonimning yengini qo'yib yuborib, sekingina so'radi: "Siqilgan paytimda shu yerga kelib, g'am tashvishlarim ariguncha shu daraxtning tagiga o'tiraman. Seni qanday g'aming bor?" Yigit xavotir aralash ohangda javob berdi: "Masalan, hozirgi g'amim sizni xafa qilib qo'yganim. Iltimos, mendan jahlingiz chiqmasin.